Assalomu alaykum. Bugun biz birlikda Allohning aktiv rahmati bo'lgan Al-Rahim sirrini yeshimiz. Tayyormi? Ba'zi duolar derhal ijobat bo'lsa-mu, nemishqa yana ba'zilari anglanmagandek tuyuladi. Buni o'ylab boqammi? Aslida, izdigan narsimizning berilmasligi bizni ko'rinilmas xatarlardan qo'g'daydigan eng cho'ng marhamatdir. Qarang, Rahman shartsiz rahmat. Ammo Rahimning farqi shuki, u sizdan aktiv harakat talab qiladi. Ya'ni Rahim sizning tanishingiz bilan qo'zg'aladi. Buning uchun oldi bilan iymon va amal kerak. Bu alakada rahmat eshigini ichish uchun samimiy duo va ishonch bilan tunji qadamni o'zingiz besishingiz shart. Lekin shuni unutmaylikki, ilohiy rahmete erishish hayotimizdagi barliq sinoqqa azoblar tugaydi deganlik emas. Yusuf alayhissalomni o'ylab boqing. Qarong zindonniki Yusuf mahbusmidi yoki hashamatlik saroydagi Zulayhami? Shundoq, u qo'rqinchli quduq amaliyotda uni sultonlik taxtiga yetkazadigan eng muhim zarur bir zo'l edi. Sinoqillarda zehningiz umidsizlik qudug'iga qomilib qoldimi yoki osmonga, ya'ni Allohga bog'landimi? Ayyub payg'ambarimi shifo tepish uchun avval putini yerga urishi, ya'ni harakat qilish kerak edi. Qur'onda Rahim sufti aziz bilan teng keldi. Demakchi, bu rahmat sizdan qat'iy badal kutmaydi. U yana G'afur sifati bilan bilga kelgan. Bu faqat kechirib bila qo'yish emas, gunohni butunlay yo'qotish deganlik. Xuddi hayotingizning kinosini qayta tahrirlagandek, G'afur sizning u xatolig'ingizni go'yoki hech qachon bo'lmagandek o'chirib o'tdi. Diqqat qiling, istig'for faqatla xatoligini to'xtatib, til bilan kechirim so'rashni ko'rsatuvdi. Lekin haqiqiy tavba harakat talab qiladi. Siz burunqa salbiy oqibatlarni ijobiy amallar bilan almashtirishingiz lozim. Masalan, boylig'ingiz arilig'ini qinoq bo'lsangiz, quruq gap yetmaydi. Shu boylikni yaxshilik uchun ishlatishingiz kerak. Shunga haqiqiy tavba ashu tarozini tanponlashtirish uchun qarshi tarafga aktiv holda yaxshilik qilishni talab qiladi. Allohning aktiv rahmati sizningmi aktiv inkasini kutayotadi. Qani aytingchi, bu tunji qadamni bosishga tayyormisiz?